Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Arashan ishqibozlari. Mana bugun biz 24-sentyabr 2025-yil Azxon akam qo'ralarida Qo'qon shahridamiz. Azxon aka, choringizga baraka. Bu qo'chqorimiz haqida bir ma'lumot berib o'tsak obunachilarimizga va Azxon akamning qo'ralari necha yildan beri aka bu Arashan sohasiga kirib keldingiz siz? Assalomu alaykum Muhammad Amin, charchamasdan yaxshi keldilarmi? Salom. Bu yil inshaalloh 3-yil. Mana shu Titan qo'chqorimiz, keyin Botiyani o'g'li bor, Medved. O'shalar bilan ishlayapmiz. O'tgan yili bu bilan ishladik. Undan yili boshqa Boeing degan qo'chqorimiz bor edi. U bilan ishlaganmiz. Bu yili mana shu Sharpe liniya Titan bilan Botiyani o'g'li Medved bilan ishlayapmiz. Bu liniyasi Sharpe Titan laqabi. Klichkasi Titan. Parametrlari qanaqa aka buni? Xo'p, bo'yi ancha bo'ldi, o'lchaganimiz yo'q. Bir 4 ishlikda o'lchalganda o'shanda metrdan oshiq edi. Metrga o'zi yetib 1.1 bo'lib qoladi. Hozir o'lchaganimiz yo'q anchadan masa. O'sgan. Keyin mana sog'liqda ichida yuribdi, sportivniy formada. O'tgan safar Asror akamni ham ko'liga borib video olib keldingiz. O'sha yerda yuradi bu. To'g'ri. Qulog'i necha aka buni? Qulog'i 21. Qulog'i 21 sm, bo'yi 1 dan oshiq. Alloh rozi bo'lsin. Buni bolalari tushgan. Taxminan 160 kilo atrofida o'lchaganimiz yo'q anchadan emas. Bundan nasl olgansiz? Ha, o'tgan yili, bu yili olganmiz. Bu yili bolalari bormi sizda yo sotilib ketdimi? Yo'q, bor. Ko'rsatamiz. Qo'chqorlar bor, ko'rsatamiz. Sotuvga ham bormi? Sotuvga ham bor. Bo'ldi aka, inshaalloh bo'lmasam shu bir qator tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz, tanishtirib qo'yingizlar. Inshaalloh, mashalloh. Azxon aka, bular Titanning o'g'illari, adashmasam. Titanning o'g'illari, liniya Sharpe. Sotiladimi aka bular? Sotiladi. Bog'oz kelib qolsa, bog'oz kelsa sotiladi hammasi. Mashalloh. Mana o'zlar ko'rib baho beribmiz obunachilar. Mehnatda rohat, xudo xolasa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirib ketaman. Qolganlari ham o'zi Muhammad Amin svetlashni boshladi. Ha, svetlashib ketadi. Ko'zini ochki bo'lib oqaryapti. Ahamiyat bergan bo'lsangiz. Mana obunachilar kallalarini oldidan oqarishni boshlagan. Sekin svetliylashib, mashinga o'sha oqarib ketadi-da keyinchalik. Oqarib ketadi, ha. Mashalloh. Azxon aka hozirgi qo'zilarning bittasi. Ha. Bu ham Sharpeda o'g'li. Bu ham shu Sharpe liniya. Mashalloh, go'zal ekan, kikka o'xshaydi bular aka. Ha. Razrezlarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ha, razrezlar obunachilar. Mashalloh. Bo'lasa qiziqishsa, bahosini necha pul dedingiz aka buni? 2000 deyapmiz Muhammad Amin. Kelishtirib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Keyingi bahorga bir oydan keyin o'zi bo'yi yetsa bo'ldi, qo'shsa bo'laveradi. Mashalloh. Bu ikkinchi qo'zimiz aka. Bu ham Titanning o'g'li. Aha. Xudo xolasa, inshaalloh bu ham sotiladi. Sotiladi. Bir-biridan go'zal aka, oxuga o'xshaydi bular kikka. Mashalloh. Gap so'z yo'q. Polo razrez ekan, lekin razrez. Yarim razrez. Pullari yengil Muhammad Amin. Aha. Jaydari bilan ishlayman, Qisori bilan ishlayman deganlarga sotib. Pullar yengil qilib beramiz. Olishsa shu ma'qul keladi. Ma'qul keladi. Mana shular 8 oylik qo'zi. 8 oylik qo'zilar. Mana shular. Mashalloh. Ko'z tegmas. Aka, bu yerda qaysini qizlari? Bu yerda Titanning qizlari bor. Jackpotniki bor. Urg'ochi yarichkalar. Jackpot, Titanniki bor. Bular sotilmaydi. Ikkita liniya. Endi seleksiya kirsa sotiladi. Endi yaxshi puldan bilan. Ha, pullari baland. Pullar baland. Mashalloh. Svetli ekan-a? Svetli. Go'zal, ko'z tegmasin, mashalloh deb qo'yamiz. Necha bosh bor aka bu yerda? 12 ta. 12 bosh. Titan bilan Jackpot. 4 ta Jackpotniki, qolgan Titanniki 8 ta. Mashalloh. O qorasi-chi? Qora u nima Boeing degan nimamiz, qo'chqorimiz bor edi, Boeingning o'shani qo'zisi, sog'liqchasi. Bitta o'sha 3 ta liniya ekan. Yani ko'rsatadigan narsalarimiz bormi obunachilar uchun? Ko'rsatadiganlarimiz bor. Bu yerda qaysilar aka? Bu yerda endi o'zimizni bu yilga sog'liqlar bu yerda Cherokee bor.
liniya, keyin Titanniki bor, Sharpe. Aka, bitta savolim bor. Mhm. Mana 3 yildan beri shug'ullanyapsiz Arashan bilan. Hozirgi kunda necha bosh Arashan qo'ylaringiz bor umumiy holatda? Umumiy holatda 40 tadan oshiq, 40 tadan oshiq. 45 tacha bor. 45 tacha bor. 18 tayu, hop 11 ta 29 ta ona sog'liqlarimiz bor mana shu. Keyin 12 ta bu yilgi yarichkalar. Mashallah. Lekin foydasi yaxshi, tavsiya Foydasi qilasiz. yo'q, foydasi zo'r. Mana 3 yil bo'ldi, o'zi bitta ikkita sotganingizda o'zi qiziqib kirib ketasiz. Birinchi ochiritda Muhammad Amin hobbi bu. Hobbi. Keyin ikkinchi ochiritda payg'ambarimiz sunnatlari qo'y boqishgan, keyin baraka katta ekan. Masalan, 20 ta qo'yim 40 ta bo'lgan. Umumiy holatda sunnat deb boshlasa ya ketaveradi. Ketaveradi, niyatni yaxshi qilish kerak. Mashallah. Yana ko'rsatadigan narsalarimiz bo'lsa aka ko'rsataylik obunachilar. Bir maza qilsa. Uy sharoitida bemalol boqsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ana nimaga olib chiqish kerak, dalaga olib chiqish kerak deganlarga uyga boqishga ham tavsiya qilaverasiz. Qilaveramiz. Bu yerda qaysilari aka? Bog'da o'sha Sharpe liniya bor. O'sha Boeing liniyamiz bor buning ichida. Hop, Titanning qizi, o'sha Sharpe liniya, Sultonning qizlari bor bu yerda. Bu yerda ham sotuvga bormi? Sotuvga yo'q, tomoshaga. Tomoshaga. Pulini kelishsa, bilasiz Muhammad Amin, Sotiladi. sotiladi. Mashallah. Mayli, bezovta qilmang aka, bo'g'oz bo'lsa mabodo. Bo'g'oz qo'ylar. Bola tushib qolmasin, tashab qo'ymasin. Lekin idealni ekan sog'liqlar. Bo'ylari ham. Qo'chqorimizni apasi buni. Qo'chqorda opasi. Haligi svetli bor, oq kallar. Mashallah. Ona Go'zal bitta, ekan-a? ona bitta, ota ham bitta. Ya qaysilardan ko'rsatamiz aka? Puli yengil Muhammad Amin. Ishlayman degan otasi, onasi aniq. Mana ikkita qo'zi qo'chqorimiz bor. Bular. Bular. Mashallah. Pullari yengil. Pullari yengil. $1200 baho qo'yganmiz. Qaysi liniyadan bular? Bu qora o'zimizniki, bunga ahamiyat bermaysizlar. Bu qoradan tashqari ikkita sariq. Ikkita sariq. Sariqlar qaysi liniyadan aka? Xo'p, bu Boeing liniya. Boeing degan qo'chqorimiz bor edi. Mashallah. Hech mazasi bo'lmay qoldi, u so'yilib ketgan. O'shani nevaralari bu. Nevaralari. Bitta olib chiqib ko'rsataylik aka shuni. Yengil. Pullari yengil, mana shu. Necha oylik dedingizlar? 8 oylik bular. 8 oylik. Fevralda oxirida tug'ilganlar. Mashallah. Bitta dumba qismini ham ko'rsatib qo'yaylik aka. Seleksiya qilaman, hisorga qo'shaman deganlarga ham juda ma'qul keladi. Olsanglar tavsiya qilamiz. Yaxshi narsa, yomon narsa emas. Hozirgi kunda o'zi Arashan qimmat bo'lib ketyapti. Lekin O'zbekistonda asxonakam qo'ralarda unaqa qimmat emas ekan narxi. To'g'rimi aka? Aka tushungan odamga qimmat emas-da, to'g'rimi? Tushungan odamga qimmat emas. Kelishtirib beramiz Muhammad Amin. Jullari ham mana simjun. O'zi boshlanib, simjun boshlanib ketyapti o'zi. Pux qolmagan. Pux yo'q, Go'zal, mashallah deb qo'yamiz. Ikkinchisini ham ko'rsatamiz. Quloqlari ham uzunligi normal edi Muhammad Amin. Uzunligi yaxshi. Kalta bas. Kalta bas. Ikkinchisini ham bitta olib chiqing, ko'rsataylik. Mashallah, mashallah. Aka go'zal-ku, Go'zal, go'zal. Aka, mabodo bizning nomimizdan kelsa-chi kelishtirib berasizmi, yo'li bormi? Ancha kelishtirib beraman, jichcha ham emas-ku, ancha kelishtirib. Ancha kelishtirib berasiz. Muhammad Alining nomidan bitta kelishtirib beraman, siz uchun yana bitta. Mashallah, mashallah. Muhammad Alining nomidan desa, albatta chiroyli qilib beriladi. Razrezini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik aka. Mashallah, yomon emas. Yomon emas. Obunachilar, aka tilaklaringiz? Muhammad Amin ijodlaringga Alloh baraka bersin. Rahmat aka. Bundan ham obunachilingiz ko'paysin. Obunachilar ko'proq obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar Muhammad Aminda. Bundan ham yuksak martabalarga yetingki, Alloh baraka bersin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldik aka, qo'ringizga kelib, mana seleksiyalaringizni ko'rib, Arashan Uzubi Muhammad sizlar bilan maxsus reportaj. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.